Assalomu alaykum, hurmatli kimyogarlar. Demak, sizlar bilan quyidagi masalaning yechimini ko'rib chiqsak. 23-masala. Ko'mirning molyar yonish issiqligi 393,5 kilojol taqsim molga teng. Tarkibida 72% uglerod bo'lgan 1 kilogramm ko'mir to'liq yonganda qancha issiqlik ajraladi? Demak, 1 kilogrammimiz grammga aylantirib olsak, o'zimizga qulay bo'lgani uchun 1000 gramm. Tarkibida 72% uglerod bor ekan. 1000 ni ko'paytiramiz 0.72 ga 720 gramm. Xo'p, ko'mir kislorodda yonsa karbondioksid hosil qiladi. Demak, 12 gramm yonishdan 393,5 kilojol taqsim mol issiqlik ajralar ekan. Demak, bizda so'rayapti 720 grammda qancha ajraladi deyapti. 720 ni proporsiya usuli 720 ni 393,5 ga ko'paytirib 12 ga bo'lsak, bizga 23610 kilojol taqsim mol issiqlik ajralgan hisoblanadi. Demak, to'g'ri javobimiz B javob.